Ustoz, IELTS olgan ko'p o'quvchilarni ko'rganman. Ular IELTS olgunga qadar juda ham ko'plab kitoblarni o'qishadi. Cambridge deysizmi, OG'mi, har xil kitoblarni o'qishadi. Multilevel'da ham kuzatdim. Har xil sekundar edishlargacha chiqib ketgan tematik kitoblarni. Shunda siz doim TKT'ni reklama qilganingizda bir dona kitob oling, 3 ta sertifikat oling deyverasiz. Shu o'zi rostmi? Bitta kitobni o'qib turib 3 ta sertifikat olsa bo'ladimi? Sizga savolingizga javob berish asnosida mana shu savol bilan qiynalib turgan ustozlarga ham demak sodda usulda bir narsani aytib o'tsam, haqiqatda bitta kitob orqali mana shu TKTni uchala moduldan sertifikatiga tayyorlash imkoniyatingiz bor. Mana shu qo'limdagi kitob, demak o'sha ikkinchi nashr kitobi bo'lib, birinchi modulni birinchi unitidan 3-modulning oxirgi unitigacha bo'lgan, ya'ni 1dan 30 gacha bo'lgan mavzularni qamrab olgan. Bu mavzularning ichida masalan birinchi unitda o'zida grammatika mavzusi, ikkinchi unitda leksika mavzusi, uchinchi unitda talaffuz me'yorlari kabi mavzularga bo'lingan. E'tibor bersangiz, kitobni birinchi qismida mavzuning umumiy bayoni va keywordlar atamasi alohida yoritib bo'lgan va bitta mavzudan keyin demak so'ngida kitobda nima bor? Mustahkamlash uchun test amaliyoti bor. Demak, mavzuni amaliyoti hamda uni demak nazariyasi hamda u o'quvchilar uchun foydali bo'lgan mashqlar bitta joyda jamlangan. Shuning uchun ham men baralla ayta olaman, mana shu bitta kitobni o'zi yetarli. Faqatgina mana shu bitta ko'pchilik e'tibor bermaydigan qismi mana shu unitda tasavvur qiling, mana bitta mavzu unit 14-unitning mavzusini ochyapman-da. Learners needs mavzusi ekan. Mana shu joyda mashqlarni bajarib, umuman testni ishlab bo'lganingizdan so'ng kitobni unit so'ngida Discovery Activities nomi bilan demak beriladigan har bitta unit uchun joy bor. Discovery Activities, mana siz qarang. Mana shu joyda mana shu unitni mustahkamlash uchun yana qanday amaliyotlar yoki qaysi adabiyotlardan foydalanishi, qanday internet saytlaridan qarashi haqida aniq va tiniq ma'lumotlar berilgan. Demak, bu kitob bilan qo'shimcha ravishda ustozlardan mustaqil ishlash ma'lumotlarni qidirish ko'nikmasi bo'lsa, ayni kunlarda men donolar donosi deb qo'yaman. ChatGPTni mana shu ishonchli variantidan ishlashsa, albatta bu o'rganish demak umuman TKTdan demak o'zlari ko'zlagan maqsadga erishish barcha ustozlarga demak oson va qulay imkoniyatlarni olib keladi. Xo'p, keyingi savolim. Ushbu kitoblarni qayerdan olsak bo'ladi? Aynan mana shu kitobga tayyorgarlik men sizlarga demak barcha bizning kanalimiz muxlislari yoki mana shu TKTga yangi kirib kelib hali materialni qayerdan tayyorlash, qayerdan olsam bo'ladi deb o'ylanib turgan ustozlar uchun mana shu demak TKT kursbukni va mana shu yerda glossary bu nima deb baribir qiziqishayotgan bo'lsa kerak. TKT glossary bu muhim atamlar lug'ati. Qachonki ustozlarimiz o'zlari bilmagan ma'lum bir so'zga ro'baro kelishsa, tasavvur qiling, mana shu joyda mana bitta so'zni ta'rifini olyapman. Denotativ, yoki umuman demonstrativ pronoun desa, demak bizga pronounga borib, aynan mana shu olmosh mavzusidan shu demak terminologiyani o'rganishimiz imkoniyatini beradi. Bu test, bu demak muhim atamlar lug'ati aynan mana shu glossary bilan hamohang. Demak, bular bir-biridan ajralmas. Chunki ustozlarimiz masalan self study qilayotgan paytlarida qaysidir atamani tushunmay qolishsa, masalan tasavvur qiling, kech soat 12 da Javodim teacherga yozaymi, Behzod Mo'ydinovga yozaymi yoki boshqa ustozga yozaymi deganday bir-ikkida ham yozadigan ustozlarimiz bor. Ana shu demak o'zlari mana shu qaysidir savolni tushunmaganda ustozlar uchun demak qo'llanma, ya'ni ana shu bilmagan so'zlarni albatta qarab mustahkamlab kitobni to'ldirish uchun demak ishlatsa bo'ladi. Mana bu joyda demak TKT Handbook, ya'ni ana shu uchala kitob Cambridge tomonidan taqdim etilgan TKT uchun optimal material tayyorgarlik ko'rish materiallar hisoblanadi. Bunda nima bor desangiz, birinchi moduldan ikkinchi, uchinchi modullarning har bittasi uchun standart ko'rinishdagi modul namunasi bor. Menga onlayn, offlayn kursimga kimdir yozilmoqchi bo'lsa, odatda doim mana shu kitobdan avval diagnostik test topshirib, tekshirib olganlardan keyin masalan ustozlarga o'qishingiz mumkin, biroq registratsiya bilan keling yoki biroz muddat siz TKT boshlang'ich tushunchalar o'zlashtirishingiz kerak degan tavsiyalarni beraman. Demak, mana shu uchala kitobni elektron shaklda demak o'sha bizning kanalimizga qo'shilganlarga bemalol taqdim eta olamiz. Ya'ni Kosimov IELTS kanalidan olishsa bo'lishadi.
Xo'p, endi mana bu joyda ham ko'rib turganingizdek kitoblar turibdi. Bu kitoblar to'g'risi yaqindagina bizning qo'limizga yetib keldi. Mana bu joyda mana ko'rishingiz mumkin. TKT modul 3 hamda TKT modul 2 va mana Avazbek qo'llarida TKT modul 1 uchun maxsus testlar to'plami bu yerda. Ana shu imtihonga qadar demak ustozlarimiz kursbukdan o'rgangan bilimlarini amaliyotga taqdim etish uchun ajoyib imkoniyat. Hozircha biz bu TKT test kitobchalarini faqatgina namanganlik ustozlar uchun demak taqdim etyapmiz. Offline tarzda o'zlari olib ketishyapti yoki ba'zida biz taksi xizmatidan foydalanib ularga yetkazib beryapmiz. Agar tez orada boshqa viloyatlarda ham mana shu kitoblarimizni ustozlarga yetkazishni qulay varianti paydo bo'lsa, albatta biz ustozlarga aloqaga chiqamiz va mana shu test kitoblarimizni ham amaliyotga taqdim etamiz.